Shuning uchun mana shuni oyoqlarni kengroq ochib o'tirib olamiz. Ikkala qo'lni ham shu bo'shga tashlaymiz. Mana shu holatda sonning orqa mushaklari, boldirning orqa mushaklari zo'r cho'ziladi va bel mushaklari zo'r cho'ziladi. Mana shuni ham kamida 20 ta 30 tadan qilib olasizlar. Bosh kelib mana shuni tizzaga tegish kerak. Shunda mana shu sonning orqa mushaklari, boldirning orqa mushaklari yaxshi cho'ziladi. Mayda qadam tashlab yurgandan bu mushaklar kichrayib qoladi. Mana shu mashq yaxshi cho'zib beradi sonning orqa mushaklari.